havas qilib men ham o'tgan yil Rossiyaga borib keldim. Qishda ish yo'q, qor ko'radim, o'tinlarni yorib keldim. Bahor kelib ish boshlandi, quvonchlarga to'lib ketdim. Beton quydim, g'ishlar urdim, men ham usta bo'lib ketdim. 15 kunda avans oldim, qolganini 1 oyda berdim. Armiyada sarpar ruscha o'rganganim foyda berdi. Ana. Uyga jo'natgandan oshganini yo'l kiraga g'amlar edim. Andreyni dachasida har shanba oshlamlar edim. Osh yeganda o'rislar ham qulluq deyishvardi. Oshga qo'shib uzun baxtdan kavartagan deyishvardi. Hey. Ish ko'paygan Rossiyada, og'ir ishlar. Men ularga yaramadim. Xotinimdan qo'rquv yerda ayollarga qaramadim. Ko'pchilikni aldasam ham aldamayman sizlarni. Anjanchaga o'ynatib yubordim hatto o'ris qizlarni. O'ris ayollar choy o'rnida pivolarni ichib orar ekan. Ama jinday maqtab qo'ysangiz yerdan ham kechib boradi. Rossiyada biz o'zbeklar juda yaxshi yurishar ekan. Har zamonda kafelarda to'y ham qilib turishar ekan. Men to'ylarda she'r aytuvdim, ular ko'zi yoshlandi. Xuddi biz to'y singari qistir boshlandi. Cho'ntagga qistirsa ham boshingdan sochmas ekan, hattoki yosh bolalar pulni olib qochmas ekan. Ana. Qo'rqmagan yurak, qo'rqqan yurak emas. Ularni to'ylarda doirachi ham keladi. Shuna qilib adipatdan men ham Rossiyaga borib keldim. Qishda ish yo'q, qor ko'radim, o'tinlarni yorib keldim. O'zim 3 oyga borgan edim. Nah 1 yilcha yurib keldim. Ham ishladim, ham o'ynadim, davron surib keldim. O'sha oltin baliq tutgan Ivanni ham ko'rib keldim. Hammaga salom aytib bordim. Aferin aka. Rahmat.